عبق من التاريخ من عمق القرون فاحت به الآثار بسند الرسول يحكي لأجيال الحضارة أنها كانت لنا دهرا فخامرها السكوت كانت لنا دهرا فخامرها السكوت فلئن تكن نامت فإن لها غدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, islom tarixi darsimizdan Mamlukiylar asri mavzusiga yetib keldik. Mamlukiylar kim edi aslida? Mamluk nima degani o'zi? Mamluk aslida qul degani. Islom tarixida Umaviylar zamonidan Nasr ibn Sayyor degan amir, Umaviylarning amiri, Xuroson o'lkalarida amir bo'lgan paytida qullarni askar tarzida ishlatgan. Mana shu aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir hadislaridagi mo'jizalardan, qiyomatning alomatlaridan deyilgan. Antalidal amatu robbataha deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ko'rasanki qiyomatga yaqinlashganda cho'ri o'zini hojasini tug'adi deganlar. Ya'ni cho'ri bola tug'adi, bu bola katta bo'lib hoja bo'lib ketadi degani. Shunday bo'ldi. Aksari mana shu mamluklar, cho'rilar, qullar, bolalari yoki o'zlari ham qul bo'lgan, katta bo'lib hokimga aylanib ketdi bular. Ular 260 yildan ko'proq vaqt o'zlariga davlat tuzib hukmronlik qilganlar, to Usmoniylar ularni egallagunga qadar. Xo'p, aytadilar, biz mana islom tarixida 658-yil, ya'ni Abbosiylar xalifaligi yiqilingan yildan boshlab 923-hijriy yilga qadar bo'lgan zamonga Mamlukiylar asri deb ishlatamiz. Bu islom shunaqa narsaki, kim unga xizmat qilsa, o'shanga saltanatni beradi. Turk bo'ladimi, kurd bo'ladimi, mo'g'ul bo'ladimi, qanaqangi millat vakili bo'lsa ham. Ana shu narsani va Allohning taqdiridan ko'rsangiz bo'ladi tarixda. Vaqti kelganda Mamlukiylar xizmat qilgan, Mamlukiylarga berib qo'ydi Alloh saltanatni. Xizmat qilmay qo'ygandan keyin Usmoniylar chiqdi, ularga berdi Alloh. Mana shu tarixni o'rganar ekanmiz, ko'ramiz. Qaysiki asrda, qaysiki jamoatda sidq zohir bo'lgan bo'lsa, ya'ni ixlos bo'lgan bo'lsa, hali aytganimizdek, men g'olib bo'lay emas, din g'olib bo'lsin. Ana shunga Alloh nusrat bergan. Buni bitta misolini Nuriddin Zinki rahimahullohda ko'rdik. Salohiddin Ayyubiyda ko'rdik. Keyin mana Usmoniy xalifalarda ko'ramiz. Buni misolini Mamlukiylarda ichida ham Sayfiddin Qudus rahimahullohga o'xshaganlarda ko'ramiz. Hamma tarixni o'qing, qaysi asr, qaysi zamon, makonda bo'lishidan qat'iy nazar, kim islom olamida xizmat qila olgan bo'lsa, ana shu aqida bo'lgan unda. Men bo'lay emas, islom bo'lsin. Qizig'i, keyin u ham bo'lgan baribir. Faqat islomga emas, unga ham Alloh izzat bergan. Kim agar yo men bo'lay, islom nima bo'lsa bo'laversin degan bo'lsa, qarasangiz tarix axlatxonasiga ketgan, yo'q bo'lib ketgan. Imperiyasi bilan qo'shilib, sulolasi bilan qo'shilib bir-birini go'shini yeb, qirilib yo'q bo'lgan. Ana shuni o'rganish kerak. Odam hamma vaqt o'zi unday chiqishi shart emas. Ummatan musulmonlar manfaat ko'rsin, islom oyoqqa tursin degan aqida bo'lishi kerak. Odamzod qiziq ekan, ko'zi ochilmas ekan. Tarixni o'rganyapmiz, qarang. Umaviylar bo'ladimi, Abbosiylar, ularning ichidagi boshqa toifalar, o'zini bolasiga taxt qoldirgan odam bolasiga dushman, shuni bilib olaylik. Bolasiga dushmanlik qilgan bo'ladi u. Chunki bolasi baraka topmayapti, ko'ryapmiz buni. O'ldirib yuboriladi, 40 dan oshmaydi odatda. Taxt talashib, undan keyin inqilob qilinadi bolasiga. O'zicha bolamga yaxshilik qilyapman deb o'ylaydi, lekin bolasiga dushmanlik qilayotgan bo'ladi. Lekin odamzod qiziq ekan, 100 martalab Alloh shu narsani insoniyat tarixida ko'rsatsa-da,
yana o'zidan keyin bolasiga imperiya qoldirishga harakat qilaverar ekan odam. Yo menda boshqacha bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Shohing bormi seni? Allohning sunnati hech kimsani ajratmaydi. Mayli bolang davron surar, lekin navarang qon qaqshaydi. Taxtni qoldir, qon qaqshaydi. Xohlagan imperiyangizni olib qarang, mana shu misolni ko'rasiz. Islomiy bo'ladimi u imperiyalar, kofir bo'ladimi farqi yo'q. Ana shu uchun islom tarixidagi kitob yozilingan eng gurkuragan davr mana shu mamlukiylar davri bo'ldi. Mashhur ulamolar yetib chiqdi. Masalan, Imom Navaviy, hammamiz taniymiz bu kishini. İz ibn Abdussalom maqosid shariya ilmini katta bir asoslagan ulamolardan va Ibn Taymiya rahimahulloh masalan. Bilamiz u kishini kimligini. Yani o'tamiz qilgan faoliyatlarini mamlukiylar zamonida. U kishining shogirdi Ibn Qoyim rahimahulloh al-Javziyya. Ana shular yetib chiqdi mamlukiylar zamonida. Va Ibn Kasirning ustozi va qaynotasi Imom Mizzi rahimahulloh va Ibn Hajar al-Asqaloniy rahimahulloh. U kishi ham katta olimlardan, hammamiz bilamiz. Buxoriyda sharhlagan. Imom Zahabiy rahimahulloh, mashhur muarrix, tarixchi, Siyar A'lamning bola kitobining sohibi. Ibnul Jamaa rahimahulloh, mana kitoblarini o'qidik u kishining talab ilmlar haqidagi. Ibn Kasir rahimahulloh. Ibn Tag'riberdi, o'zimizning turk olimlaridan bu kishi. Tag'riberdi deyiladi, Tangriberdi degan ya'ni. Qoloqshandiy Ibn Qudama rahimahulloh, bu kishining ko'p kitoblarini o'qiganmiz. Masalan, Mughni degan kitoblarni yozganlar. Falakshunos olim Mizzi 750-yilda vafot etgan. Va boshqa hisob kitobsiz. Xullas tarixda haligi olqishlangan ulamolar aksari mana shu mamlukiylar zamonida yetib chiqdi. Bu nimadan ekan? Odamlar o'zini uzlatga urgan. Mamlukiylarda katta xizmatlaridan biri masalan. Hech kimsa qarshisida tura olmayotgan tatar mo'g'ullarni qarshisiga turdi ular. Ayni Jalut voqeasi bo'ladi, o'tamiz uni hali. O'shanda g'alaba qildi mamlukiylar mo'g'ullarga qarshi. Ularni qochgan piskanni ham izlab borib, Shom diyoridan tozalab chiqarib tashladi tatarlarni mamlukiylar. Shom diyoriga g'alaba bilan kirib kelgandi mo'g'ullar. Va mo'g'ullarning qarshisida turib Shomni oldilar, Misrni tozaladilar. Va bu jamiyat mo'g'ul jamiyatini, islom jamiyatini ichiga kirib, yirib ketishligiga ana shu mamlukiylar sabab bo'ldi. Ya'ni musulmonlashib ketishligiga mo'g'ullar. Ular islom aqidasini egalladilar. Shu bilan mana bu kitobimizni ham yakunladik. Alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Bu voqealarni biz hozir hijriy 1000-yilga qadar bo'lgan voqealarni mamlukiylar asridagi voqealarni o'rgandik. Bundan keyin mana hammasi o'qidik tarixlarda Usmoniylarga borib taqaldi. Afrikadagi voqealar deysiz, Misrdagi, Shomdagi voqealar, Anadol hududidagi voqealar hammasi 1000-yildan keyin ular endi Usmoniylarga borib taqaladi. Shuning uchun ham keyingi bo'lim endi Usmoniylar tarixi. Ularda ham yana boshidan kelinadi. Qanday kelib chiqdi ularning qabilalari, boshqa islomiy imoratlar bilan urushlari, mamlukiylar bilan ham, Timuriylar bilan ham, Afrika davlatlaridagi mamlakatlar bilan urushlari va boshqa ularning faoliyati to yiqilishigacha bo'lgan hodisalar alohida bitta kitob Usmoniylar bo'limi. Inshaalloh keyingi darslarda Usmoniylar tarixidan davom ettiramiz. Allohu a'lam. فاحت به الآثار بسند المصون